Assalomu alaykum do'stlar. Keling bugun biz AutoCAD dasturini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, AutoCAD dasturini o'rnatish uchun bizga internetdan antivirusdan yo'l uzib qo'yish kerak, ya'ni antivirus bilan internetni o'chirib qo'yamiz. Antivirus kiramiz, Managing settingga kirib, birinchisiga mana off qilamiz. Qolgani o'chadi. Agar o'chmasa, sizlar bitta-bittalab o'chirib chiqinglar. Bundan chiqib, mana AutoCAD fayl. Bu AutoCAD izlanish fayllarni sizlar Telegram guruhi orqali bemalol bepulga skachat qilishingiz mumkin. Hammasini belgilaymiz. Internet bilan antivirus o'chirgandan keyin hammasini belgilaymiz. Mishkani o'ng tarafini bosganimizda WinRARga o'tamiz. WinRARda pastda mana extract here, ya'ni arxivdan ochish, izlanish fayllarni hammasini arxivdan ochib beradi. Bitta faylga tashlab beradi. Bu ham ruskiy, ham angliskiy versiyasi 2022-yilniki. Eng tagiga mana faylni eng tagiga tushamiz. Pastda mana setup degan bo'limi bo'ladi. Yes bosamiz. Shu oynada next. Shunga e'tibor beramiz. Ruskiyda emas, angliskiyda tursin. Bunga ham next bosamiz. Xo'p. Bunga ham e'tibor beramiz. Angliskiy bo'lishi kerak. Pastga mana bitishga qo'yamiz. Next. Bu narsaga tegmaymiz. O'zi avtomatik C diskdagi program faylsidagi Autodesk papkaga tushadi. Next bosamiz. Birinchisiga, ikkinchisiga, uchinchisiga bitishga qo'yamiz. Menda tegalariga o'zi ustunovka bo'lgan, shuning uchun o'chgan. Biz shunchaki shu yerdan install bosamiz. O'zi ustunovka jarayonini boshlaydi. AutoCAD faylini o'zi ustunovka qilgandan keyin bitta-bitta boyaga belgilagan faylimizni alohida ustunovka qilib chiqadi. Umumiy hamma fayllar mana ustunovka bo'lgandan keyin restart chiqadi, ya'ni bitta perzaguzga berib yuborish kerak. Perzaguzga berganingizdan keyin o'zi AutoCAD o'z joyiga, ya'ni o'zini papkalarning ichiga tushib oladi va restart tugmasini bosamiz. Xo'p, mana kompyuterimiz yondi. Mana momentda mana AutoCAD dasturi o'sha ustunovka bo'ldi. Mana ichiga kirib ko'ramiz. Mana dasturimiz ishladi. Bugungi dars shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.